Tohir Malik qadrdon do'stim, joyi jannatdan bo'lsin. Men 21-qismni olib borib ko'rsatdim unga. Ko'rsatdim. Endi ko'rsatganimda ham haligi musiqasiz, haligi ovoz berish, pardozlash hali bo'lmagan edi. Shu haligi aktyorlarning o'zini ovozi bilan o'ynaganini montaj qilganimni olib borib ko'rsatdim. Tohir Malik o'rnidan turib bag'riga bosdi meni. Rahmat. Rahmat. Men shu o'ylaganday bo'pti, shu narsalar aka. Nima qilamiz endi bu yog'ini? Dedim, aytdim, o'sha gap. Qaysi gap? 5-kitobini yozganida men o'qidim-da. Tohir Malikga qo'ng'iroq qildim. Siz yaxshi odam ekansiz. Yaxshi odam emas ekansiz. Ha. 5-kitobni o'qidingizmi? Shunda juda sezgiladi. Ha dedim. Ha bo'ldi, tushundim. Ha, men o'sha siz aytgandek yaxshi odam emasman. Asadbek qonqisi bo'lar ekan. Shuning uchun mana shunaqa deganim darrov tushundi Tohir. Men aytdim, Tohir aka, men shu yerda buni to'xtataman. Shu yerda to'xtataman. Buni sababini o'zingiz bilasiz. Juda yaxshi bilaman, do'stim. Chunki u kitobda Asadbekdan filmdagi Asadbek biroz boshqacharoq.